Rahmat. Yanada rahmat aslar qarang. Bugun davrimiz juda chiroyli o'tyapti, chiroyli o'tish ham kerak. Bugun istedodli xush ovoz xonanda Bekzod Haqibna sevimli shogirdi, yelkadoshi, elda yurtda millionlab muxlislarni ko'ngildan joy olib kelayotgan elimizning sevimli farzandi Hasan Bahriyev. Umrimizda unutilmas mo'jizasi bu. Bu dunyoni tark etsa, bundan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri payondor, umrbod yo'laklarda o'lmas navo qoladi. El sevgan san'atkor yuqorida aytib o'tgandek Umrzod Quvvatov bilan Bekzodjon Haqib bilan qolaversa, Oybek Quvvatov bilan yelka-yelka turgan sevimli Bekzodning shogirdi Hasan Bahriyev shoniga chiroyli qarshi bo'lsin. Hasan muxlisi ham ko'p ekan esan. Qoyil, sog' bo'l, omadingni bersin.